Bo'ldi endi limitni esdan chiqarib, uy tutashini ham esdan chiqarsangiz bo'laveradi. Ekonom pechkalarda eng arzon joyiga yetib keldi. Originali bo'ladi. Do'stlar, shunisiga ahamiyat berasizlar. Eng qizig'i, akalarimiz yangilik qilib qo'yayotgan. Endi ekonom pechkalar hammasi, ya'ni 1000 gradusda issiqqa chiriydigan, ya'ni kraskalar bilan chiqadi. Yana bitta yangiligimiz, yonida ko'pchilik list ish ketyapti, deyishyapti. O'zi manetini o'zi 3 li list bo'ladi. Yana bitta tagiga manetiga 3 li list qo'yishgan bo'ladi. Ya'ni ko'mir yonadigan joyi ish ketmasligi uchun bo'ladi. Teva pasti 2 li list bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, hammasi endi kraskalangan chiqadi. Bunisi ya'ni oddiy bo'ladi. 1 million so'm skidkada bo'ladi. Xuddi shuni tapchanligi bo'ladi. 1 million 50 ming so'm bo'ladi. Xuddi shuni огражденияda tevada o'ralgani bo'ladi. 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari yangiligimiz bo'ladi. Katyol pechkamiz bo'ladi. Ya'ni 15 kilo ko'mirga do'stlar bemalol 20 soat uyingizda 30-40 kvadratda isitadigandan bo'ladi. Ham pechkani o'rnida ishlasangiz bo'ladi, ham katyolni o'rnida ishlasangiz bo'laveradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, buning narxi 1 million 980 ming so'm bo'ladi. Faqatgina hozirgi kunda skidka narxlarda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, akalarimiz nomerlarni pastda qoldirdi. O'zbekiston bilan dastavka va kelishilgan holatda.